Tinchlikmi o'rtoq, nima meni chaqirdingmi o'tga? Qara, tez katta bo'lib qoldik-a. To'g'ri. Nimaga yashayotganingni o'zing tushunmaysan. Faqat ish, uy, ish, uy. To'g'risini ayt, menga hasad qilasan-a. Nima? Nima deganing bu? Men sen menga hasad qilaman. Men senga havas qilaman, o'rtoq. Mashinaga o'tirgan gapim bor. To'g'risini ayt, meni pulim uchun o'rtoqsan-a. Men senga hasad qilmayman, men senga havas qilaman. Shu urug'ingga o'zingni kuching bilan berishgansan. To'g'ri, kimdirlardandir sen zo'r yurgandirsan. Senga ko'pchilik havas qiladi, lekin hasad qiladigan men emasman, o'rtoq. Hammang shunaqasanlar. Hammang kerakli vaziyatimda yordam bera olmaysanlar. Nimadan siqilyapsan shunchalik? Kimdandir qarzing bo'lsa, ayt. Hammang yaxshi deb o'ylayapsanlar. Har oy 10 tadan shtrapdan uyimga bitta narsa olib tura olmayapman. Shunday ham sizlar yaxshi yashayapti deb o'ylayapsanlarmi? Bu hayotda o'rtoqchilikchi pul bilan hisoblanmaydi. Shuni bilib ol. Shtraflaring keladigan bo'lsa, bu narsalar o'tkinchi oddiy narsalar. Shtraflaringni oson rassrochkadan boshlang'ich to'lovsiz o'chirib tursang bo'ladi. Tonirovka ruxsatnomang bu hal bo'ladigan narsa. Yur, oson rassrochkadan seni shtraflaringni o'chirib turamiz. Seni shu qiynayotdimi? Bo'ldi o'rtoq, mana ruxsatnomang yo'qda. Seni shtraflaringni boshlang'ich to'lovsiz o'chirib tursang bo'ladi. Tonirovka ruxsatnomani boshlang'ich to'lovsiz qildirsang bo'ladi. Agar keyingi yilga ham bo'lib to'lashga tonirovka ruxsatnoma rasmiylashtirsang, senga skidka ham qilib berishadi. Obuna bo'lgan bo'lsang bo'ldi-da. Rahmat.